Hech qachon Abdurahmon ismli insonni aldamang. Sababi, tashqaridan u o'ta jiddiy, mag'rur va ba'zan sovuqqon ko'rinishi mumkin. Lekin uning qalbida shunday chuqur mehr yashiringanki, buni faqat u eng ishongan insonlargina his qiladi. Abdurahmon siz uchun tog' bo'lishga tayyor, ammo bitta xiyonatingiz yoki yolg'oningiz uchun sizni hayotidan indamasdan bir umrga uchirib tashlashga qodir. Munosabatlarga kelsak, Abdurahmonlar haqiqiy himoyachi va qattiq rashkchi. U o'zinikini birovga bermaydi va hech kim bilan bo'lishmaydi. Agar u sizni dildan sevsa, uning yonida o'zingizni tosh devor ortidagidek xavfsiz his qilasiz. Abdurahmon eng mehribon zotning bandasi degan ulug'vor ma'noni anglatadi. Bu ism egasiga shunday kuchli energetika beradiki, u har qanday inqiroz va qiyinchilikdan doim g'olib bo'lib chiqish xislatiga ega. Tezda tanishingiz bo'lgan Abdurahmonga bu videoni yuboring. Qani, u bu gaplarga qo'shilarmikin? Va sizning ismingiz nima? Izohda yozing. Eng ko'p like yig'gan ismga keyingi videoni ishlaymiz.